Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta Alloh kasb kor qiladigan bandani yaxshi ko'radi. Kim oilasi uchun kasb hunar bilan tirikchilik qiladigan bo'lsa, Alloh yo'lida jihad qilgan kishidek bo'ladi deb Imom Ahmad rivoyatlarida marhamat qilib aytib o'tdilar. Jihad deganda faqat qaylargadir borib jihad qilish emas, bu internetdagi boshqa yoqdan turib olib, boshqalari o'yiniga o'ynayotgan, boshqalari qo'g'irchog'i bo'lib, bizni sodda mo'min musulmonlari aldayotgan odamlar aytgandek emas. Haqiqiy jihad eng avvalo o'zi yashab turgan yurtni, oilasini, ota-onasini, yaqinlarini himoya qilish bu. Bir joylarga borib o'yinchoq bo'lib mo'min musulmonlarni o'ldirish emas, haqiqiy jihad o'z vatanini himoya qilish, oilasini, farzandlarini, opa-singillarini himoya qilish, yurtga dushman bostirib kelganda. Haqiqiy jihad Alloh qaytargan narsalardan qaytish. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, haqiqiy jihad kasb kor qilaman deb oilasini, nafaqay ro'zg'orini chiroyli qilaman deb shu yo'lda harakat qiluvchi inson, haqiqiy jihad qiluvchi dedilar. Va Alloh mana shunday kasb kor qiladigan bandani yaxshi ko'radi dedilar.